Xomanaiy o'ldi. Eron javob zarbalarini AQSh va Birlashgan Arab Amirliklari 3 kunlik urush yangiliklari. Salom, bugun videomizda Yaqin Sharqdagi urushning 3 kun ichida qanday rivojlangani haqida gapirib beramiz. Bu voqealar dunyo siyosatini keskin o'zgartirdi. 2026-28 fevral kuni Ali Xomanaiy, Eronning oliy rahbari, AQSh va Isroil qo'shma hujumiga halok bo'lgani rasman tasdiqlandi. Bu urushning eng katta tarixiy voqeasi sanaladi. Hujumlar davomida Tehrondagi muhim harbiy va yadro obyektlariga ham zarbalar berildi va Eronda ko'plab qurolli rahbarlar vayron etildi. Bu xabarlardan keyin tinch insonlar orasida ham ko'p tashvish va motam muhiti paydo bo'ldi. Tehron va boshqa shaharlarda minglab odamlar yig'ildi. Ikkinchi kun Eron yadro obyektlariga zarar keltirgandan so'ng tez va javob qaytaradi. U raketalar va dronlar bilan Isroil va AQShning mintaqadagi bazalarga zarba berdi. Eron zarbalaridan falajlarga, Qatarga, Birlashgan Arab Amirliklariga, Bahrayn va boshqa davlatlarga ham yo'naltirildi. Bu mamlakatlarda mintaqa AQSh bilan yaqin hamkorlikda. Natijada ko'plab shaharlararo aviaqatnovlar to'xtatildi. Ofislar va muhojirlar orasida jarohatlar bo'ldi. Uchinchi kunda urush yanada globallashdi. AQSh rasman Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy mintaqada saqlanishi zarur bo'lsa, ko'proq qo'shin kiritishni istardi deb bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar o'z diplomatik xodimlarini Erondan olib chiqdi va vaziyatni jiddiy deb hisobladi. Husiylar va boshqa mintaqadagi guruhlar ham bu mojaroga ta'sir ko'rsatadi. Ular Eronga yaqin bo'lib, raketa yoki dronlar bilan hujumlarda ishtirok etmoqda. Ushbu guruhlar Eron bilan siyosiy munosabatlarga ega va ba'zi vaqtlarda uni to'ldiruvchi rolni bajaradi. Bu mojaro nafaqat harbiy ziddiyat, balki butun dunyo iqtisodiyotida va energiya bozorida ta'sir qilmoqda. Neft hajmi va tashish yo'llarida uzilishlar narxlarini oshirmoqda. Harbiy harakatlar oddiy insonlarga ham qurbon bo'lishi mumkin. Qaror topgan siyosiy mojaro nuqtai tinch aholi xavf ostida qolmoqda. Yaqin Sharqda mojaro shunchaki ikki davlat o'rtasidagi hujum emas, bu global siyosat, xalqaro iqtisodiyot va inson hayoti bilan bog'liq katta nizo va uning oqibatlari keyinchalik ham davom etadi. Siz bu voqealar haqida nimalar o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Eron yoki Amerika yoki Isroil, siz qaysi davlatda qo'llab-quvvatlaysiz? Tinchlik tarafdorimisiz? Qani kommentariyada yozib qoldiramiz, like bosamiz.